O'tgan hafta Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan Xitoy haftaligi yig'inida Xitoyga munosabatli ko'plagan qonun loyihalarining Avam palatasi tomonidan ma'qullanishi diqqat qo'zg'amoqda. 13 sentabr Amerika Xitoy raqobati alohida komitetining X hisobida bergan uchuriga asoslanganda Amerika Davlat Majlisi o'tgan bir hafta ichida Xitoyning tahdidiga qarshi 25 qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, bular biologiyalik xavfsizlik qonun loyihasi, Xitoyning odamsiz ushqo'llarga qarshi turish qonun loyihasi, chet elning raqobatchil batareyasiga tayinib qilishdan qutulish qonun loyihasi, Amerikaning yezi egiligini chet elliklarning buzg'unchiligidan qo'g'dash qonun loyihasi, Ona vatan xavfsizlik ministerligining Konzi instituti va Xitoy shirkatlarini cheklash qonun loyihasi, Amerikaning to'kliq avtomobil sohasini Xitoyning monopol qilib olishidan saqlanish qonun loyihasi qatorliq qonun loyihalarini o'z ichiga oldi ekan. Amerika Uyg'ur birlashmasi raisi Alfidar Iltabir xonim Xitoy haftaligida ovozga qo'yilgan va dastlabki qadamda ma'qullangan bu 25 qonun loyihasining Amerika siyosatchilarining irodasini va bundan keyin Xitoyga qaratilgan siyosatning yo'nalishini namoyon qiladiganligini bildirdi. O'tgan hafta ichida Amerika Avam palatasi Xitoy haftasi ismi bilan Xitoyga bilan munosabatlik 25 qonun loyihasiga ovoz berib o'tkazdi. Bu qonun loyihalarining ko'pinchisi Amerika xalqining va davlatining bexatarligi bilan munosabatlik bo'lsa-mu, uningdan boshqa Tayvan bilan munosabatlik, import-eksport kontrolliklari, dehqonchilik mahsulotlarini qo'g'dash degandek har xil o'xshamaydigan sohalar bilan munosabatlik bo'lib, 25 qonun loyihasining biroqla o'tishi Xitoy davlatiga ko'rsatilgan Amerikaning maydonini aniq belgilaydi deb o'ylayman. Bu jiddiy harakat Amerika davlatining Xitoy davlatiga bo'lgan muomalasida hargizmi bo'shab qolmaydiganligini, bu siyosatlarning har ikki partiya tarafidan so'ldirilganligini, hatto kelgusidagi saylovda davom qiladiganligini, bundan keyin Amerikaning texnik kuchli holda ekonomiyasini, texnologiyasini, siyosatini qo'llaydiganligini ko'rgili bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha 9 sentabr kuni Amerika Davlat Majlisi Avam palatasi tadqiqot, taraqqiyot, raqobat va kashfiyot qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, Amerika Xitoy raqobati alohida komitetining X hisobidagi uchurga asoslanganda bu qonun loyihasi mazkur komitet 2023 yil 12 oyda e'lon qilgan doklad bilan birdek bo'lib, Xitoyning yomon g'arazlik texnika o'g'irligidan qo'g'dinishni maqsad qildi ekan. Amerika Avam palatasi a'zosi Mike Garcia o'zining X hisobida e'lon qilgan uchurda mundaq degan: "Men tunishtirgan bu qonun loyihasi Amerikadagi bosh topshiruvchilarning puli bilan elib berilayotgan tadqiqotni chet el jasuslarining o'g'irlab ketishidan saqlanish uchun chiqarilgan bo'lib, Amerika Avam palatasi uni bayotin ma'qulladi. Biz Xitoy jasuslarining bizning afzalligimizdan foydalanib, bizga qarshi turishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu qonun loyihasining maqsadi Amerikadagi xizmat fursatini va yangi texnikalarni qo'g'dash, bosh topshiruvchilarning haqqining ko'miriz Xitoyning qo'liga tushib ketishining oldini olishdir." Amerika Avam palatasi 9 sentabr kuni yana mutlaq ko'p ovozning qo'llashi bilan biologiyalik xavfsizlik qonun loyihasini ma'qullagan. Bu qonun loyihasi Amerika shirkatlari va federatsiya organlarining Xitoyning BGI va Wuxi biologiyasini o'z ichiga olgan 5 chong biotexnika shirkati va bu shirkatlarning sheriklari bilan hamkorlashishni cheklaydigan moddalarni o'z ichiga olgan bo'lib, Amerika fuqarolarining geniga munosabatli sonliq uchurlarni qo'g'dashni, bo'libmi ko'miriz Xitoyning biotexnika sohasidagi hujum planiga qarshi turishni maqsad qildi ekan. Chunki Xitoyning harbiy texnik shirkati bo'lgan BGI Amerika bozoriga o'g'irlikchi singib kirib, Amerika fuqarolarining geniga munosabatli sonliq uchurlarni to'plashga boshlagan. Bu shirkat yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qatnashgan bo'lib, biotexnikalik vositalarni avval Uyg'urlarga ishlatib, ularning genlik ma'lumotlarini to'plagan ekan. Amerika Avam palatasi 9 sentabr kunidagi ovoz berishda yana Xitoy Kompartiyasining odamsiz ushqullarga qarshi turish qonun loyihasini ma'qullab, bu loyihani davlat mudofaasiga huquq berish yillik qonuniga kirgizgan. Alfidar Iltabir xonimning bildirishicha, Amerika Davlat Majlisida o'tirg'a qo'yilgan gen bexatarligi va odamsiz ushqullarga munosabatli qonun loyihalarining tuzilishiga Uyg'ur Amerika birlashmasi ko'p kuch chiqargan ekan. Bu qonun loyihalarining o'tishiga Uyg'ur Amerika birlashmasi ko'p kuch chiqardi. Bo'lib Biosecure Act va Drone Act degan ikki qonun loyihasi, ya'ni gen bexatarligi va odamsiz apparat ushqularini uchirish qonuni
layihəlariga nəhayət köp kuch chiqadi. Yüzlىgən Avam palata a'zolariga xat yazdık. Bəzi to'liq qo'llamagan kongressmenlarning ishxonalariga berib ko'rishdik. Natijada bu qonun layihəlarininki Avam palatasidan o'tishiga nəhayət xush bo'ldik. Hamda Kengash palatasidan o'tib qonunga o'zgarish uchun qo'limizdan kelganicha tirishimiz. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang apandi Amerika Davlat Majlisining shuncha qisqa vaqt ichida Xitoyga munosabatlik 25 qonun loyihasini ma'qullaganligi haqida to'xtalib mundaq deydi. The quick passage of 25 bills during China Week means that there is bipartisan support in Congress to begin. Xitoy haftaligida 25 qonun loyihasi ma'qullandi. Mana bu Amerika Davlat Majlisiga ikki partiyaning tadbir qo'llanib, davlatimizni Xitoy Kompartiyasining ziyonkashligidan qo'g'dashga boshlaganligidan darak berdi. Xitoy haftaligi bir yaxshi boshlanish. Ammo uning o'tirib qo'yilgan qonun loyihalarini bek kuchli tegil bo'lmaydi. Biz yana bir Xitoy haftaligi yig'ini o'tkazishimiz kerak. Chunki Xitoy Kompartiyasi Amerika jamiyatiga vosita solmay rahimsizlarcha hujum qilmoqda. Biz cho'qim o'zimizni qo'g'dishimiz. Buning uchun qat'iy iroda bilan jiddiy harakat qilishimiz kerak. Amerika Davlat Majlisi buning har ikkisiga muhtoj. Congress needs more of both. Amerika ovozi to'g'rida berilgan bir xabarda deyilishicha, demokratlardan bo'lgan ba'zi Avam palata a'zolari bu qonun loyihalarining Xitoyni cheklashda kuchlik va unumli emasligini, Xitoyga mablag' solishga munosabatlik muhim qonunlarning ovozga qo'yilmaganligini bildirgan. Ba'zilari bu qonun loyihalarining to'liq tasdiqlanib qonunga aylanishiga gumon bilan qaraydiganligini aytgan. Chunki bu qonun loyihalari 11-oyda o'tkaziladigan prezidentlik saylamiga oz qolganda ovozga qo'yilgan bo'lib, Kengash palatasining ma'qulligi va yangi prezidentning imzosidan qachon o'tadiganligi texi noma'lum ekan. Analizchi Gordon Chang apandi Amerikaning bu navbatlik prezidentlik saylamining qanday natija berishidan qat'iy nazar Amerikaning Xitoyga taqobil turish irodasining o'zgarmaydiganligini bildirib, mundaq dedi. Whether Vice President Harris or former President Trump is elected on November 5. Mayli muavin prezident Harris yoki sobiq prezident Trump 11-oyning 5-kuniga saylanib tutib chiqsin, Amerika hukumati Xitoy Kompartiyasiga yoqmaydigan siyosatlarni yurgizadi. Amerika xalqi yangi prezidentning ularni qo'g'dishini talab qildi. Demokratlar bilan jumhuriyatchilar hozir kimning Xitoy masalasini yaxshi bir taraf qila oladiganligini talashyapti. Amaliyotda Xitoy hukumati bu ishni jiddiylashtiryapti. Ko'p yillardan beri Amerika prezidentlari bu masalada inkas qaytarib keldi. Oqsaroyda yangi prezident almashgan bilan Xitoyga qartilgan siyosatni o'zgartirishga hech qanday sabab yo'q. Chunki biz hujumga uchrayapmiz. We are under assault. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Davlat Majlisi Amerika Xitoy raqobati alohida komiteti raisi John Mulliner bu qatimqi Xitoy haftaligidan tashabbus qilgan shaxs bo'lib, ovozga qo'yilgan bu qonun loyihalarining ko'pinchisi mazkur komitet 2023-yil bergan taklifga munosabatli qonun loyihalari ekan. John Mulliner 12-sentabr qilgan so'zida bu xalqiliq 25 qonun loyihasining Amerikaliklarni Xitoy Kompartiyasining harbiy, iqtisodiy, texnika va ideologiyalik tahdidiga uchrashdan qo'g'daydiganligini bildirgan.